1889-yil tug'ilib, 1929-yili o'ldiriladi. O'ldirilish sababi ikkita. Birinchisi ayollarning paranjisini yechganligi uchun, boshqo'shchilik qilgani uchun ayrim erkaklarga yoqmasdan pichoqlab o'ldiradi. Buni kitobida, kinosida ko'rgansizlar, toshbo'ron qilib o'ldirildi deydi. Asli pichoqlab o'ldirib, jasadni bekitishlik maqsadida toshlar bilan ko'mib yuborishgan. Birinchi sababi o'sha ayollarning paranjisini yechganligi uchun. Ikkinchi sababi o'sha davrda bizni Chor Rossiyasi bosgan payt Hamza revolyutsion shoir deb qoralangani bilan uni yaxshi taraflari ham bo'lgan. Borgan joyda maktab, bog'chalar ochgan, drama teatrga asos solgan, odamlarga bilim berishga xizmat qilgan inson bo'lgan. U davrda politikasi, siyosati shunaqa bo'lganki, bunaqa aqlli insonlar kerak bo'lmagan. Bular ertaga mana Hamza odamlarga bilim beryapti, saviya beryapti. Bular ertaga mustaqilligini talab qilib, qo'zg'olon ko'taradi deb Hamzani boshi uchun mukofot e'lon qilinadi. O'sha paytda sodda xalq pulga muhtojlari ham bo'ladi. 5-6 tasi bir bo'lib o'ldiradida, mana o'zingni o'l boshchini, o'zingni xalqing o'ldirdi deb ular hukumatga o'sha mukofotni olgani borganda qamoqxonaga olib kirib ketib, ularni osishga buyuradi. Hamza Hakimzoda Niyoziy o'zi vasiyat qilgan bo'lar ekan, men o'lganimdan keyin meni Shalang tepaligiga ko'minglar, Hazrat Alining qabri bilan qabrimiz bir-biriga yonma-yon qarab tursin. Vasiyatga binoan toshlardan qazib olib, o'sha Shalang tepaligi degan joyimiz bor bu tomonda, to'g'rida, ashta Hazrat Alining to'g'ri. O'sha yerga ko'mishadi. 1953-yilgacha o'sha yerda turadi. Keyin o'sha Chor Rossiyasi yana bizni bosgan davr, bu ziyoratgohlar buzib tashlangan, supa qilib qo'yilgan. Odamlar o'shanda ham ziyoratga kelavergan bo'ladi. Kelgan odamlarni haydashib o'sha paytda kema baqa ziyoratga deyishganda, bitta aqllisi aytadi, kelinglar, Hamza revolyutsion shoir, uni qabrini bu yoqqa ko'chiramizda, kelgan odamlarni Hamzani oldiga kelyapti deymiz. Sizlarga ham gap tegmaydi, bizga ham gap tegmaydi deyishib, 53-yili o'sha suya qoldiqlarini arxeolog, doktor, professorlar bilan kelishib, ochishib, suya qoldiqlarini bu yoqqa ko'chirishadi. 53-yildan beri mana asl qabri shu.